Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyati Marhamat tumanining Qovunchi qishlog'i dehqon oilasida tug'ildi. U o'rta maktabni tugatgach, Respublika rus tili va adabiyot institutini tamomladi. 1978-1980 Respublika kitobsevar jamiyatida, 1980-1986 Toshkent oqshomi gazetasida, 1986-1992 G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida, O'zbekiston ovoz gazetasida ishladi. Umrining so'nggi yillarida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining kotibi vazifasini bajardi. 1989-yilda esa Uyqudagi qiz nomli she'riy to'plami uchun unga Respublika yoshlar tashkilotining mukofoti berildi. 1998-yili Muhammad Yusufga O'zbekiston xalq shoiri degan yuksak unvon berildi. Shoir Muhammad Yusuf 2001-yilning 1-avgust kuni 47 yoshida olamdan o'tdi.